Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Bugun ya'ni 5 aprel bo'lsa yaqinqi zamon tariximizdagi milliy ko'rishimizning ilhom bo'lig'i hisoblangan Barin inqilobining 32-yillik xotira kunidan iborat. Hammamizga ma'lum bo'lganidek vatanimiz Sharq Turkistonning Barin yezisida 1990-yili 4-oyning 5-kuni Zaydin Yusuf boshchiligidagi vatanparvar o'g'lonlarimiz Xitoy kommunist hokimiyatining xalqimizga selayotgan dahshatli ig'ir zulmi, siyosiy besimi, irqiy kamsitishi, milliy va diniy jihatdagi yo'qotish siyosatiga qarshi qo'zg'alib, kurashchan Uyg'ur xalqining va jangovar ajdodlarimizning zulmga va mustamlikachilarga tiz bukmaydigan kurashchan ruhini namoyon qilgan edi. Bu munosabat bilan dunyoning har qaysi ellarida faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlari Xitoy elchixonalari oldida namoyish olib berish, axborot va bayonot e'lon qilish, suhbat yig'inlarini uyushtirish va Qur'on tilovat o'tkazish qatorliq shakllardan foydalanib, Barin inqilobining 32-yilligini xotirladi va Zaydin Yusuf boshchiligidagi qahramon o'g'il qizlarimizga bo'lgan cheksiz hurmatini va sevginishini ifoda qilishdi. Dunyo Uyg'ur qurultayining Barin inqilobining 32-yilligi munosabati bilan e'lon qilgan bayonotida mundaq deb ko'rsatilgan. Barin inqilobining 32-yilligi munosabati bilan erkinlik, hurlik uchun kurash qilib, issiqqonlarini fido qilgan Zaydin Yusuf boshchiligidagi butun shahidlarimizni eslaymiz. Millatimizning sharafini qo'g'dash yo'lida kurash qilgan, Xitoy turmalarida va jazo lagerlarida zulm chekayotgan, Xitoyning ichki o'lkalarida majburiy ishlamchilikka selinayotgan, ammo mustabid Xitoy hokimiyatining zulmiga aslo bosh egmagan qahramon o'g'il qizlarimizga Allohdan g'ayrat va sabr tilaymiz. Barin inqilobi vatanimiz Sharq Turkistonda Xitoy mustabidlarining fashistlik hukmronligini og'dirib tashlab, Sharq Turkiston xalqining erkinligi, mustaqilligini qo'lga keltirish g'oyasi bilan o'ttirg'i chiqqan shonliq bir inqilob edi. Shundan buyon Barin inqilobi Uyg'ur mustaqillik harakatining ilhom manbasiga aylandi. Sharq Turkiston xalqining erkinlik irodasining mangu sunmaydiganligini dunyoga jakarladi. Biz har yili bu shonliq inqilobimizni iftixor bilan xotirlagan vaqtimizda millatning irodasi va orzu-armoni yo'lida aziz jonlarini qurbon qilgan shahidlarimizni hurmat bilan eslaymiz. Zaydin Yusuf boshchiligidagi qahramon o'g'lonlarimizga ehtirom bildiramiz. Shuning bilan birga Xitoy mustabidlari tarafidan shahid qilingan barliq vatan ichidagi aziz qarindoshlarimizga Janobi Allohdan u dunyolik rahmat tilaymiz. Xitoy zindonlarida va jazo lagerlarida hilmi aziyat chekayotgan fidokor azmatlarga arik tilaymiz. Barin inqilobi yaqinqi zamon tariximizdagi milliy kurashimizning ilhom bo'lig'i. Uyg'ur xalqi bu shonliq kurash dostonini abadiyan iftixorlanish tuyg'usi ichida yod etadi va Zaydin Yusuf boshchiligidagi aziz shahidlarimizning kurash irodasiga sodiqlik bilan vorislik qiladi. Barin inqilobining 32-yilligi munosabati bilan Dunyo Uyg'ur qurultayi va Turkiyada aktiv faoliyat olib berayotgan Dunyo Uyg'ur qurultayi vaqti 3-mart kuni Istanbulda iftor faoliyati o'tkazib, 2022-yillik muborak Ramazon oyini qutluqlash bilan birga 1990-yili 5-aprel kuni vatanimiz Sharq Turkistonda yuz bergan Barin inqilobining 32-yilligini xotirlagan va aziz shahidlarimizning ruhiga Fotiha o'qigan edi. 4-aprel kuni kechda Dunyo Uyg'ur qurultayi ijroiya komitetining muavin raisi Erkin Ahmadov apandimning boshchiligida qurultay Qozog'istondagi rahbarlari Olmuta shahrida Barin inqilobining 32-yilligi munosabati bilan maxsus iftor faoliyati o'tkazib, Zaydin Yusuf boshchiligidagi aziz shahidlarimizning ruhi uchun Qur'on tilovat qildi. Dunyo Uyg'ur qurultayining oliy maslahatchisi, Qozog'istondagi peshqadam kurashchimiz va milliy ustozimiz Qahramon G'o'janbardi apandim iftor va xotirlash faoliyatida qilgan so'zida bundan 32 yil burun yuz bergan Barin inqilobining maydonga kelish sababi va uning Xitoy hokimiyati tarafidan qonliq bostirilishi haqida izohat berish bilan birga Xitoy hokimiyatining navbatda Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlari, uning xalqarodagi inkoslari, shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultayining Xitoyning vahshiyliklariga qarshi dunyo siyosiy sahnalarida ilib berayotgan kurashlar haqida tafsiliy ma'lumot berib o'tdi. Bugun ya'ni 5-aprel kuni Qahramon G'o'janbardi apandi yana Barin inqilobining 32-yilligi munosabati bilan qurultay nomidan maxsus bayonot e'lon qilib, O'rta Osiyo xalqlarini Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan xalqlarga qarata rahimsizlik yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi inkos qaytarishga va o'zlari bilan qondosh va dindosh bo'lgan Uyg'ur qarindoshlariga amaliy harakat orqali ega chiqishga chaqirdi. Undan boshqa yana istansimiz bugun Barin inqilobining 32-yilligiga beg'ishlangan maxsus suhbat programmasini uyushtirib, bundan 26 yil burun Amerika parlamentida Xitoy hokimiyatining Barin yezisida ilib borgan qonliq bostirishi haqida guvohlik bergan peshqadam jurnalist va navbatda Dunyo Uyg'ur qurultayining tashkiliy xizmatlariga mas'ul muavin raislik vazifasini o'tayotgan Farhod Yo'ronqach apandi bilan Barin inqilobining maydonga kelishiga sababchi bo'lgan asosli omillar, uning Xitoy hokimiyatiga ko'rsatgan ta'siri, shundaqla Barin inqilobining tarixiy ahamiyati haqida suhbat ilib bordi.
Dünya Uyghur Qurultayı tərkibidəki Avropa Şərq Türkistan birlikinin orunlaşdırışı bilan bugün, yəni 5 aprel günü Barin inqilabının 32-ci illiqi münasibəti bilan Germaniyanın Myunxen şəhərindəki Xitay konsulxanası aldıda müstəbid Xitay hakimiyyətinin Şərq Türkistanda yürgüzüb atqan irqi qırğınçılığı və insaniyyətə qarşı cinayətlərə qarşı namoyiş ötküzüldü. Bu vaqtda xəbərimizin təfsilatını keyinki qaytımlıq proqramımızda ayırım diqqətinizə təqdim qilamiz. Belgiyaning Ishilla partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi, Belgiya parlamentida Uyg'urlarni qo'llash harakatining boshlovchisi Samuel Kogulati apandim Belgiya parlamentiga Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarining Belgiyaga import qilinishini cheklash to'g'risida qonun loyihasi sungan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur qonun loyihasi Ishilla partiyasidan bo'lgan yana bir parlament a'zosi Stefan von Hickning qo'shimcha imzo qo'yishiga erishgan. Buning bilan Belgiya parlamenti Yevropa ittifoqidagi davlatlar ichida Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarini cheklash to'g'risida rasmiy qonun taklif loyihasi sunilgan tunji parlament bo'lib qolgan. Samuel Kogulati ilgari Belgiya parlamentining Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishda halqiliq rol o'ynagan edi. Samuel Kogulati Facebookda e'lon qilgan bu vaqtdagi uchurida bizning jazo qonunimizda qul amgaki mahsulotlarining import qilinishini cheklash uchun Stefan von Hick bilan bu qonun loyihasini imzolaganligimizdan iftixorlanaman deb ko'rsatgan. U yana mundaq degan: 21 asrdagi davlat halqagan shirkatlarning yanada Xitoydagi Uyg'ur majburiy emgak lagerlarida ishlab chiqarilgan mayka yoki Kongo Demokratik Jumhuriyatidagi baliqullar qezib chiqargan kobalitlarni cheklamay hozirmi import qilishi kishini ichindirdi. Ma'lum bo'lishicha, agar bu qonun loyihasi Belgiya parlamenti tarafidan ma'qullansa, majburiy emgak mahsulotlarini bilib turib Belgiyaga import qilganlar 1 yildan 5 yilgacha qamoqqa hukm qilinadi ekan. Mazkur qonun loyihasi Xitoy bilan Belgiya bu yil 2-oyda Qashqar bilan Belgiyaning savdo markazi Lech o'rtasida aviatsiya yuk transport yo'li ichib, orqadan o'tirg'a qo'yilgan. Mazkur aviatsiya yuk transport yo'li xalqaro parlamentlar aro birlashmasining tanqidiga uchragan edi. Belgiya parlamentining Ishilla partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Samuel Kogulati apandi bo'lsa, muhojiratdagi Uyg'urlarga noyda tonishliq bir ism. Uyg'urlarga cho'nqur muhabbat bog'lagan Samuel Kogulati apandim Belgiya parlamentida qabul qilingan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi taklif loyihasini hozirlab sungan shaxslarning biri. O keyingi yillardan buyon Belgiyada Xitoyga qarshi o'tkazilgan namoyishlarning hammasiga degudek bevosita ishtirok qilib, o'zining Uyg'urlarga bo'lgan qo'llashini ifoda qilib kelmoqda. Uning tashabbusi bilan Belgiya parlamentida jazo lagerlari masalasi haqida bir qancha qitim guvohlik berish yig'inlari o'tkazilgan. Samuel Kogulati apandiyani 2021 yili 11-oyda Chexiyaning poytaxti Pragda chaqirilgan 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayig'iga bevosita berib qatnashgan edi. Angliya parlamentidagi konservativlar Angliya hukumatining Xitoydan texnik ko'p quyosh energiya texnikasi kirgizish plani Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini mablag' bilan ta'minlash xavfini keltirib chiqardiganligini ogohlantirgan. Angliya taratqullarining xabar qilishicha, konservativ parlament a'zolari bosh vazir Boris Johnsonning Angliya ehtiyojli bo'lgan energiyani quyosh energiyasi bilan ta'minlashni zo'r darajada oshirish orqali qamlash plani Xitoyning irqiy qirg'inchiligi ustiga qurilgan quyosh energiyasi bozoriga mablag' selish xavfiga ilib boradi deb qaragan. Ma'lum bo'lishicha, parlament a'zolarining andisi Xitoyning dunyo quyosh energiya bozoridagi monopollik o'rnidan kelib chiqqan ekan. Ular dunyodagi quyosh energiya taxtalarining yerimini degida Xitoy Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilyotdi deb ayblanayotgan Sharq Turkistonda ishlab chiqariladiganligini bildirgan. Bosh vazir Boris Johnson Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishidan keyin Rossiyadan keladigan neft va tabiiy gazning o'rniga quyosh energiyasidan foydalanishni kuchaytirishga kirishgan. Angliya parlamentining bir konservativ a'zosi Angliyadagi xabarlari to'g'ri mundaq degan: Angliya energiyaga bo'lgan tayinishni Rossiyadagi bir mustabiddan Xitoydagi yana bir mustabidga yutkishiga qarab turishga bo'lmaydi. Bosh vazir shuni bilishi kerakki, quyosh energiya taxtasini setib olish irqiy qirg'inchilik ustiga qurilgan bu bozorni mablag' bilan ta'minlashning g'oyat zo'r xavfini ilib keladi. Bu parlament a'zosining aytishicha, Xitoyda ishlab chiqarilgan quyosh energiya taxtalarining mutlaq ko'p qismi ko'mirni yiqilg'u qiladigan bo'lib, bu Angliyaning energiya jihatda karbonga yo'tkalganligidan darak beradi ekan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtining hali ham turmada qamalib turayotgan barliq o'quvchilarni qo'yib berishni talab qildi. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining aytishicha, Xitoy hukumatining 2021 yili 12-oyda oshkorlangan mahbuslar tizimligidan Ilhom To'xtining 7 nafar o'quvchisidan 6 nafarining 2014 yili dekabrda 3 yildan 8 yilgacha qamoqqa hukm qilinganligi ma'lum bo'lgan. Mazkur tashkilot 1-aprel e'lon qilgan chaqiriqida mazkur o'quvchilarning qamoq jazo muddati to'shqan bo'lsa-mu, biroq ularning qo'yib berilgan yoki berilmaganligi ma'lum emasligini bildirgan. Ilhom To'xti 2014 yili 1-oyda bo'lgunchilik bilan ayblanib qo'lga ilinib, muddatsiz qamoqqa hukm qilinish bilan bir vaqtda uning Abduqoyim Ablimut, Mutallib Imin, Farhod Xolmurod, Otikam Rozi, Shuhrat Nijot, Akbar Imin, Loyuvi qatorliq o'quvchilarmi qo'lga ilingan edi. Chaqiriqda kishilik huquqni kuzatish tashkilotining oliy darajalik tadqiqotchisi Maya Wang mundaq degan: Xitoyning Xinjiangdagi ig'ir bostirishi bu 7 nafar o'quvchining davomli ma'lum shakldagi tutib turish yoki nazarbat ostida ekanligi to'g'risida jiddiy andisha paydo qilmoqda.
Xitoy hukumati ularni darhol qo'yib berishi va ularning haq-huquqlarini asliga keltirishi kerak. Yuqorqi 7 nafar o'quvchi Ilhom To'xtining Xitoy Markaziy Millatlar Universitetidagi o'quvchilar bo'lib, ular Ilhom To'xtining Uyg'ur biz nomli to'r betini boshqarishga qatnashgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining bildirishicha, Xitoy hukumatining o'tgan yil 12-oyda oshkorlangan mahbuslar tizimligidan bu 7 nafar o'quvchining 5-ning bo'lgunchilik bilan ayblanib qamoqqa hukm qilinganligi ma'lum bo'lgan. Otikam Ro'zi o'quvchilarning ichidagi birdan bir qiz bo'lib, u Xitoyning 2021-yili 4-oyda tarqatgan bir tashviqot filmida mahbus kiyimini kiyib so'zlagan. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining aytishicha, Otikam Ro'zi Xinjiang ayollar turmasiga qamalgan bo'lib, uning qamoq jazosi 2018-yili 1-oyda to'shatdi ekan. Atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq Partikum 3 aprel günü Şarkı Türkistan'da 2022 yılı ilip beriladigan islahatning muhim nuqtalarini e'lon qilgan. Xitoy taratqularının aşkarlışça Atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq Partikumning umumyüzlik islahat komiteti 7 soatdagi 32 xil turning 100 xil nuqtalik islahat tadbirini e'lon qilgan. Xabarda bu islahat tadbirlarining terrorlikqa qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni doimlashtirish, Xinjiangda islomni xitoychilashtirish, Xinjiangni madaniyat bilan oziqlashtirishni texmo cho'nqurlashtirishni o'z ichiga oladiganligi ta'kidlangan. Xabarda aytilishicha, bu orqali ideologiya sohasidagi bexatarlikni qo'g'dab, Jonghua millati o'rtaq ideyasi texmo cho'nqur amaliylashtiriladi ekan. Shundaqla uzun muddatlik muqimlik va amillikning ideyaviy asosi texmo mustahkamlanadi ekan. Lekin kuzatuvchilar atalmış bu islohot tadbirlarining Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan assimilyatsiya qilish va xitoylashtirish siyosatida o'zgarish bo'lmayli qolmasdan, balki uning texmo kuchaytiriladiganligi va normallashtiriladiganidan derak beradiganligini bildirmoqda. Xitoy hukumati 2017-yili boshlangan cho'ng tutqun bilan bir vaqtda Sharq Turkistonda keng ko'lamli xitoylashtirish harakati boshlab, uningga Xinjiangni madaniyat bilan oziqlantirish deb nom bergan. Xinjiang gazetining xabar qilishicha, islohot tadbirlarida yana Beyongtan islohoti cho'nqurlashtirilib, Beyongtanning alohida rolini joriy qildirish, yerlik Beyongtanning qo'shib etilishi olg'a suriladi ekan. Xabarda yana Qaramay shahrining madaniyat bilan oziqlantirishni umumyuzlik qanot yoydirishning sinoq nuqtasi qilinadiganligi, Xotan viloyatidagi kanit va ijtimoiy rayonlarning maxsus tuzum islohoti sinoq nuqtasi qilinadiganligi ta'kidlangan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Görüşeceğim bu gaysılar. Hayır hoş. Erkinlik yolunda sudek aktı bizning tenimiz. Sen için ey yurtimiz.